Guliston aholi bitta hech nima qolmagan. Hammasiz jonib qul bo'libdi. Bir xil temirlar ham jonib ketgan. Faqat Xudoning qudrati bilan mana bozorning sentrida o'rtasida mana shu pavilyoncha qopti. Juganjam bilan sondiqchasining kraskalari ham turibdi hali. Qoyil. Xudoning karomatini qaranglar. Juklari ham turibdi. Qolgan birinchi yerda bitta lota ham qolmagan. Nima jonib ketgan. Agar siz mo'jizalarga ishonmasangiz, bu videoni yaxshilab tomosha qiling. Hayotimizni saqlab qoluvchi kuch bizga har qanday hayvon qiyofasida ko'rinishi mumkin. Va ba'zida hatto inson ham kutilmaganda hayotingizni saqlab qoladi. Dunyoda insonlarni mo'jizalar qutqarib qolgan hayratlanarli va tushunarsiz videolar ko'p. Hatto yo'ldagi mana bu nosozlik ham qizning hayotini saqlab qoldi. Taqdir vaqti soati yetmas ekan, hatto mayda detallar ham bizni shu hayotda ushlab turadi. Misol uchun mana bu haydovchini oldidan kesib o'tgan qush hayotini saqlab qoldi. Xuddi shunga o'xshash vaziyat boshqa bir haydovchining hayotida sodir bo'ldi. To'satdan ko'chaga yugurib chiqqan hayvon, tormoz bosgan mashina va yana jarlik. Bu odam mashinadan tashqariga chiqib, jarlikni ko'rgach, ko'z yoshlarini tiya olmadi. Ayrim insonlar hayvonlar qiyofasida bizni xavf haqida ogohlantiruvchi farishtalar borligiga ishonadi. Hatto mana shunday dahshatli avtohalokatlardan ham inson omon qolishi mumkin. Aytingchi, siz bunday holatlarni qanday izohlaysiz? Fikringizni kommentariyaga yozib qoldiring.